Bir oylik dahodaga bitta yaxshigina mashina minsa bo'ladigan orqamdagi 3 qavatli bino sotuvga qo'yilyapti. Lokatsiya bo'yicha ortiqcha to'xtalib o'tish shart emas. Vokzalda joylashgan bonbonni binosi sotilyapti deganlarni eshitib, to'g'risi o'zim ham uchib keldim. Binoyimizni fasad qismi 57 metrni va yoniga uzunligi 18 metrni tashkil etadi. Shunda har bir qavati 1000 kvadratdan 3 ta qavat bo'lib, birinchi qavatlarimizda Yusel, oziq-ovqat do'koni hamda bonbon restorani joylashgan. Undan tashqari ikkinchi, uchinchi qavatlarimizda 45 ta alohida xonalari bo'lib, xususiy o'quv markazi yokida universitet, klinika va asosiysi mehmonxona qilib qo'ysalaringiz ham zo'r ketadigan biznes bo'ladi. Binoyimizni orqasida yana 10 sotiq qo'shimcha joy bo'lib, umumiy 20 sotiqdan oshadi va tashqaridagi alohida terrasa joylari sizlarga bonusga to'g'ri keladi. 3-qavatning ustidan ham unumli foydalangan holatda 50 kilovatli solinishli batareya, ya'ni quyosh batareyalarini ham o'rnatib qo'ygan ekanlar. Binoyimizni o'zi uchun alohida 380 voltli transformatorlar tashkil etilgan bo'lib, orqasida qo'shimcha skladlari bor va orqadan kirib chiqish uchun alohida ikkita darvoza ham tashkil etib qo'yilgan. Bunaqa imkoniyat har kun ham sotuvga qo'yilmasligi mumkin. Shunaqa bizneslarni sotib olishga qurbi yetadigan tadbirkor tanishlaringizga tez videomizni ulashib qo'yinglar.